Assalomu alaykum, hammaga xayrli kun. Bugun bizda Cobalt mashina, kecha buni motor qilishga olib qoldik. Zapchastlarini yechib, to'kirga berib yuborishga tayyorlab qo'yganmiz. Mashina yog' tutab ketib qolgan. Hozirgi kunda issiqlik kunda hushyor bo'lasizlar, termostatdan yoki suv borasida ham juda hushyor bo'lasizlar. Ko'salari qizib qolgan, mashinada keyin tutab ketib qolgan. Mashina Qo'qon Farg'ona qatnaydi. Deyarli o'chmas ekan, egalari aytish bo'yicha. Mashinada qiziq holat uchragani, hadovoyini ham birovlar qarab qo'ygan ekan deb so'rashgandi. Cobalt legendaligini ham isbotlab qo'yadi gohida mana. Sani bloklari mashq holatga kelganda ham hech narsani bilintirmasdan yuravergan. Egalaridan so'rasa hech narsa bilindigani yo'q deb shunday deyishyapti. Haqiqatda Cobalt hadovoyi juda ham yumshoq chiqarganligi yana bir bor isboti. Cobalt minadiganlarga jo'natib qo'yasizlar bu videoni. Like bosib, podpiska bosib, bizni kuzatib boringlar.